O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 19-apreldagi ayrim turdagi tovarlarni bojxona chegarasi orqali olib o'tish tartibini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga muvofiq jismoniy shaxslarning mamlakatimiz hududiga notijorat maqsadda bojsiz olib kiriladigan tovarlar limiti kamaytirildi. O'zbekiston hukumati samolyot va poyezdda kelayotgan jismoniy shaxslar tomonidan shaxsiy ehtiyoji uchun notijorat maqsadlarda respublikaga olib kiriladigan tovarlarning bojsiz olib kirish normalarini pasaytirdi. Hozirgi kunda O'zbekistonga samolyotda kelayotgan jismoniy shaxslar $2000 poyezdda kelayotganlar esa $1000 qiymatdagi tovarlarni bojsiz olib kirish huquqiga ega. Hukumat qarori bilan ushbu normalar 1-maydan boshlab o'zgartiriladi. Havo transporti orqali $1000, temir yo'l va daryo transportlari orqali $500, avtomobil piyoda o'tish punktlari orqali $300, xalqaro kuryerlik jo'natmalari orqali $200 va xalqaro pochta kuryerlik orqali $1000 miqdorida o'zgardi. Jismoniy shaxslar tomonidan O'zbekiston Respublikasidan olib chiqiladigan tovar moddiy boyliklarining umumiy qiymati $5000 qilib belgilandi. Vazirlar Mahkamasining qarori bilan, demak, jismoniy shaxslar tomonidan respublikaga tovarlarni bojsiz olib kirish me'yorlarining, normalarining o'zgartirilishi, ochiqni aytish kerak, oddiy o'zbekistonliklar hayotida juda katta bir favqulodda ta'sir o'tkazadi deb hisoblamaymiz. Chunki masalan bizdagi raqamlarga ko'ra, birgina 2025-yilning 1-choragida o'zida respublikamizga havo yo'llari orqali 900 ming nafardan ziyod yo'lovchilar kirib kelishgan bo'lsa, shundan aytaylik, demak 3000 ga yaqini bizda bojxonachilar ta'biri bilan aytganda bu qizil yo'lakka tushadigan yo'lovchilar hisoblanadi. Ya'ni tez harakatlanadigan. Masalan, shunday yo'lovchilarimiz borki, oyiga 10 marotaba, hattoki mana shu 1-chorakning o'zida 30 marotabadan ziyod harakatlangan yo'lovchilar bor. Shuningdek, yo'l va daryo transportlarida hamda avtomobil piyoda o'tkazish punktlari orqali notijorat maqsadlarda tovarlarni olib kirayotgan shaxs xorijiy davlatda 2 kalendar kundan, havo transportida 3 kalendar kundan kam muddatda bo'lganda bojsiz olib kirish normalari qo'llanilmaydi. Ushbu tovarlarga bojsiz olib kirish normasidan ortiq deb qaraladi hamda tovarning to'liq qiymatidan yagona bojxona to'lovi undiriladi. Mazkur qarorning qabul qilinishi va bojsiz olib kiriladigan tovar limitlari o'zgarish sababini mutaxassis izohladi. Masalan, birgina 2025-yilning 1-choragi misolida qaraydigan bo'lsak, demak Istanbulga 417 nafar, Dubayga 176 nafar, Dehliga 138 nafar, shuningdek Seulga 92 nafar yurtdoshlarimiz 30 marotabagacha harakatlangan. Demak, ko'rinib turibdiki, ular asosiy vaqtda aeroportda o'tyapti, parvozda o'tyapti. Ya'ni bugun uchadi, ertaga yana qaytib keladi. Har kelganida, demak, tijorat maqsadi uchun ko'zlangan tovarlarni shaxsiy ehtiyoj uchun degan niqob ostida olib kirib, ichki bozorga yo'naltirilyapti. Afsuski, buni ham tan olishimiz kerak, bu sxemani ham tan olishimiz kerak va demak, Vazirlar Mahkamasi tomonidan mana shu jismoniy shaxslar tomonidan olib kiriladigan tovarlarni bojsiz olib kirish normalarini me'yorlashtirilgani, ya'ni $2000 dan $1000 ga tushirilganligi, yana bir karra aytaman, demak, shu kabi sxemalarni oldini olishga xizmat qiladi. Mutaxassis ta'kidlaganidek, ayrim yo'lovchilar yaratilgan sharoitlarni suiiste'mol qilmoqda. Notijoriy mahsulotlar niqobi ostida tovarlar olib kirib, tijoriy maqsadda ishlatishmoqda. Qabul qilingan qaror esa bunday ishlarga chek qo'yib, barcha fuqarolarning huquqlarini birday himoya qilishga qaratilgan. Bir necha kundan buyon Toshkent xalqaro aeroporti chegara bojxona posti xodimlari tomonidan 2025-yil 1-maydagi bojsiz olib kirish normalari haqidagi yangiliklar yo'lovchilarga tushuntirilib, targ'ibot ishlari amalga oshirilmoqda. Bu esa yo'lovchilar o'rtasida tushunmovchilik kelib chiqishini oldini olish bilan bir qatorda o'z huquqlarini ham to'laroq anglashga yordam bermoqda desak mubolag'a bo'lmaydi. Maftuna Bekmurzayeva, Zoir Shavkatov, Poytaxt.